odamni qiyin vaziyatlar bo'ladi-ku hayotida. O'shanaqa hayotida baribirga odamni onasi sirdosh, ona do'st, lekin hayotda yigit kishiga baribirga chin do'st bo'lishi kerak-da. Shunaqa chin do'st bo'la oladigan, yaxshi yomon kunlarda yonimda tura oladigan do'stlik bilan. Ishon hamma narsa bor lekin nimadir kamdek, go'yoki bu kunlarim oldin ham o'tib bo'lgandek. Zerikarlik tuyuladi ham ba'zida hayotim, ammo yashab kelmoqdaman men o'zim xohlagandek. Yolg'izman to'g'ri lekin bu sindi degan emas, ortimdan gapirishdi yaqinlar begona emas. Kim nima desa desin gapirib g'iybat qilib, lekin yuzma yuz kelganda o'zimga ayta olganman.